Alhamdulillah do'stlar, qaranglar, Allohim menga ham o'z baytini ko'rishga musharraf aylar do'stlar. O'z baytini ushlashga musharraf aylar do'stlar. Yo'lda menga yaxshilik qilganlarga, hammaga, kuzatganlarga, yomon ko'rganlarga ham Allohim o'z uyiga chaqirsin. O'z baytini ushlashga musharraf aylasin do'stlar. Endi ko'pchilik aytayapti, endi nima qilasiz? Siz video qo'ymasangiz zerikib qolamiz deyapti. Do'stlar qaranglar. Shu yerlarda bir niyat qildim. Xolis shu videoni kommentiga kim bilan ko'rishishimni yozinglar. Inshaalloh shu yerlarda niyat qilib, o'sha inson bilan ko'rishib, o'z yurtimga, o'z O'zbekiston vatanimga chaqirishga harakat qilaman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, dunyo mashhurimi? Kommentga belgilab ketinglar. Inshaalloh Allohning uyida mana niyat qilaman. Kim ko'p yozilsa o'sha odam bilan ko'rishaman inshaalloh do'stlar. Endi bu yog'iga do'stlar kam videolar chiqadi. To'g'ri, men sizlarga o'rganib qoldim, sizlar menga o'rganib qoldlaring. Endi bu yog'iga sizlarning yuzlarini yerga qaratmayman. Vatanimda, O'zbekiston vatanimda, yurtboshimni, ota-onamni yuzini yerga qaratmayman. Bundan keyin yanada ko'proq cho'qqilarga, marralarga erishishga harakat qilaman. Allohning rizoligini olish birinchi o'rinda. Ota-onani rozi qilish birinchi o'rinda.